Alloh uchun do'stlashishlik muhtaram azizlar nafaqat bu dunyoda Allohning muhabbatiga sazovor qilishligi, balki ertaga qiyomat kunida inson o'zi bilan o'zi ovora bo'ladigan eng qiyin kun qiyomat kunida ham Alloh uchun do'st bo'lgan insonlar Allohning arshini soyasida soyalanar ekanlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilar: "Sab'atun yuzilluhumullohu tahta zilli arshihi yawma la zilla illa zilluh." 7 toifa insonlar bor. Qiyomat kunida Alloh o'zining soyasida ularni soyalantiradi dedilar. Imamun adil, adolatlik podshoh va shabun nasha fi ibadatillah, bir yigitiki yigitlik davrini Allohning ibodatida, Alloh rozi bo'ladigan ishlarda hayot kechirgan yigitni ham Alloh taolo soyasida soyalantiradi dedilar. Demak, bu yerda yoshlarimiz ko'p. Yoshlik davrimizni Xudo rozi bo'ladigan savoblik ibodatlarda, yaxshi amallarda o'tkazishlikka harakat qilaylik. Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar payg'ambarimizga: "Men osmondan tushayotgan qor va yomg'irlarni adadi qanchaligini bilaman, ammo bir yigitiki yigitlik davrini ibodatda, yaxshi amallarda o'tkazayotgan yigitga beriladigan ajr savobini qanchaligini bilmayman" deganlar. Shunaqa ko'p ajr savob beriladi. Yigitlik davrini, kuch-quvvati bor, hamma ishni qilishlikka qodir. Lekin Xudodan qo'rqib ibodatini qiladigan, yaxshi amallarda yigitlik davrini o'tkazgan yigitga Alloh beradigan ajr savobni adadini men bilmayman degan ekanlar Jabroil alayhisalom. Shuning uchun yoshlarimiz yigitlik davrini Allohdan qo'rqib, Alloh buyurgan ishlarni qilib, Alloh harom qilgan ishlardan o'zlarimizni tiyib, yaxshi amallarda o'tkazadigan bo'lsak, Allohning qiyomat kunida soyasida turadigan zotlardan biri bo'lar ekanmiz.